kelish kerak edi. Mayli, bunga Ha, bemalol. Toshkentda borib kelamiz. Bemalol. Katta turgunlaringdan Taklif ko'ra. yapsın. Dördüncü. Ha, ofiste bo'lib. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Hozir men Qo'qon shahar shu Yayroqxon Eshonxonovami deysiz? Eshonxonova Yayroqxonda ishi bo'yicha shu ish olgan advokat yonlariga keldim. Shu advokatni hozir tushuntirishlari bo'yicha nima ishlar bo'lgan? Hozir Nigoraxon opa bu ishlar bo'yicha kelishuvlar bo'lmagan, hech qanday kelishuv qilmay turib, kelishuvga kelishmasdan Kelishuv bo'lmagan. Mulkdorni roziligisiz uy-joylariga zarar yetkazilgan. Undan tashqari turar joylariga ariza kiritilgan. Noturar bo'lganligidan ariza qilib kiritilgan, sudlarda o'tkazdik. Sud protsessi ketyapti hali ham. Hali ham ketyapti. Lekin turar bo'lsa ham, noturar bo'lgan taqdirda ham mulkdor rozi qilib kelishuv asosida uni buzib renovatsiya bo'lgan taqdirda ham albatta hech qanday mulkdorni norizo qilmasdan ular bilan kelishuv qilib keyin rivojlantirish, yangi renovatsiya qurilishlarni olib borilish kerak. Prezidentimiz ta'kidlagan nimalari bo'yicha ham nima deydi hali talab qilganlari bo'yicha ham hech qachon rozi qil deyaptilar. Prezidentimiz rozi qil deyaptilar. Plus bular mulkdor bo'lishi bilan birgalikda tadbirkor 31 nafar tikuvchilari bor, xodimlari bor, ishchilari bor, ish bilan ham ta'minlaganlar. 31 nafar. Biz hokimimizga ham kirganmiz, o'zim ham olib kirganman. Shahar hokimi Marjon hokimiga shaxsan o'zim olib Nima kirganman. deganlar hokim? Yechimni qilishgan, quruvchilar chaqirishgan, lekin ular o'zini nimasi bo'yicha turgani yo'q. So'zida turgani yo'q. Endi biz huquqiy tomondan hech qanday bir zo'ravonlik qila olmaymiz, lekin qonun ustuvorligi 100% mulkdor tomonidan. Haq. Endi qarang, mana hozir shu ayolni rozi qilmasdan turib, mana bu 2 kun oldingi holat bo'yicha qanday ta'rif berasiz? Huquqshunos sifatida ularni qilayotgan ishiga qanday baho berasiz? Qilayotgan ishlar hozirgi holatlar bu zo'ravonlikka kiradimi, buzg'unchilikka kiradimi? O'zboshimchalikka kiradi. Bu jinoiy ishga ham tortishi mumkin. Necha statiya shuni ayting. Huquq tartibot idoralari kvalifikatsiya qilishadi. Bizda unaqa vakolat yo'q. Yo'q, siz o'zingiz qanaqa statiya berasiz shu holatda? Bu holat bo'yicha mol mulkka zarar yetkazish bo'yicha shu mazmundagi tegishli moddalar bor, shunga tushadi. Mulkdorni mulkiga zarar yetkazish, uni roziligini olmasdan turib uy-joyini buzish yoki turar joyini yoki noturar joyini bu bosqinchilik, zo'ravonlikda mana anaqam bo'yicha shunaqa. Shu inson hayotini xavfga qo'yish. Endi hozir biz ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rdik, mana buzilishlar bo'lyapti, ustilariga misol uchun o'sha toshlar, ishlar uchyapti, boshqa bo'lyapti. Bu og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Lekin mulkdor mulkiga achingani uchun o'sha yerda turib o'zini huquqini himoya qilish uchun oxirgi nimasigacha turibdi. Lekin bu meni mijozimga ham rahmat. Haqiqiy mehnati singan ekan. Lekin biz yuqori turuvchi organlardan, mas'ul xodimlardan huquqiy, qonuniy yechimini so'raymiz xolos. Boshqa bizning e'tirozimiz, boshqamiz yo'q. Mana men shu delani ichida shu ayolning haqligi bo'yicha, hujjatlar aslida to'g'riligi bo'yicha mana javob olishingiz mumkin. Men bu hujjatlarning har bittasini videomda taqdim etaman. Bilmayman nima uchun Qo'qon shahar prokurori biroz bu holatda befarq bo'lganiga buni hali ham oydinligini kiritamiz. Inshaalloh Toshkentga borib, respublika mas'ullarini chaqirgan holda, ekspertlarni chaqirgan holda Qo'qon shahar hokimining qilgan ishi to'g'ri yoki noto'g'riligiga qonuniy baho berib, biz shu o'rinda aytib o'taman, so'zingizni bo'ldim. Biz hali to'xtaganimiz yo'q. Mijozimizni, mulkdorimizni huquqlarini himoya qilish bo'yicha hali oldinda bosqichlar ko'p. Ilohim. Oxirigacha qonuniy kelishuvga ega bo'lishmaguncha ilohim biz to'xtamaymiz. Qonun ustuvorligini ta'minlashga harakat rahmat qilamiz. sizga. Men ham siz yoningizdaman. Shu ayolni haq huquqini himoya qilishda, tadbirkorligini himoya qilishda, shuningdek bu ayol bitta o'zi emas, 31 ta odamni oilasi bilan hisoblaganingizda 200-300 ga yaqin insonni qora qozonni qaynatishiga muhim hissa qo'shganligi uchun men sizni yoningizda turib beraman.
ayolga ham yonida Men ham turib beraman. xursandman. Sog' bo'ling. Sudga ham Sog' bo'ling. qatnashaman. Albatta. Iloj bo'lsa ruxsatnoma Biz qilib bersangiz. ishonchnoma beramiz, bemalol kiramiz. Rahmat. Xo'p, rahmat. ta'minlaymiz. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Tadbirkor hamma to'lovlarni amalga oshiradi. Hozir mana advokatimizdan delani oldik. Hozir shu buzg'unchilik bo'lgan joyga borib, shu tadbirkorni buzilayotgan joyga borib, suhbatimizni yana davom ettiramiz. Ayol berish kerak bunga. Umuman noto'g'ri qilyapsiz. Yo'q, bo'ldi. Hurmatli yurtdoshlar, suhbatimizni davom ettiramiz. Xo'p, Eshonxonova Yayraxon opa. Yayraxon, men bilan tengmisiz, mendan kichkinamisiz? Nechinchi yil olgansiz bu inshootni? 4-yil. Qancha? 2003da olganman, 2004-yilda. 2003-yilda olgansiz. Xo'p, 2003-yildan olib necha yil bo'lyapti hisoblang? Hozirgi yilgacha 23 yil. Taxminan 23 yilda. 23 yil bo'lgan bo'lsa, tadbirkorlik qilganingizga qancha bo'ldi? 23-yilda qildim. 2023. Ha, yaqinda qilibsiz-da, ha? Tadbirkorlik. Hop, nechta odamni amaliy ish bilan ta'minlagansiz? Men hujjatlar bilan tanishtirib boryapman. Hujjatlar asosligi bo'lganligi uchun qancha odam ish bilan ta'minlagansiz? 31 kishini oilalariga berib, Xotin-qizlarni ish bilan ta'minlagansiz. Ular nima ish qiladi? ular serchilarim, ko'ynakda bichib tikishadi. Ha, kiyim-kechak tikishadi. tikishadi. Yakka tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgansiz, ha? O'zimni ham band qilganman. O'zingiz ish bilan ta'minlagansiz. Band qilganman. Boshqa tushunarli. Xo'p, bu buzish ishlari, qurilish ishlari qachondan beri sizlarning tinchliklaringni buzdi? Hozir buzish ishlari Da. 2 oy bo'ldida kelishganiga batga. 3-oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi kelishganiga. 3-4 oy bo'ldi. 3-4 oyda qanday nimalar bilan chiqishdi sizlarga? Yo'q, menga hali biror marta chiqib nima qilishmadi. Siz bilan uchrashmadi ham. Uchrashmadi. Bir shu Rasman chiqishmadi. rasman shu chiqishgan yo'q, kelishuvga chaqirishgan ham yo'q meni. Faqat bularda bitta gaplari joiz Kirganimizda, so'raganimizda biz nima bo'ladi oxiri taqdirimiz kirgan o'sha deganimizda. yerga o'zlarining yonlariga konteynerga Kim oldiga kirdingiz konteynerga? konteynerga Abduvohidjon yoniga kirdim. Nima? Abduvohid kim? Investor bo'ladi. Mana shu qurilishni qilayotgan, qurilish aha, kompaniyasini aha. xo'jayini, rahbarini Xo'p. yonlariga kirib Xo'p. kelishuv qilinadigan bo'lsa, men bilan ham kelishuv qiling, bo'lmasam chiqib ketay, bitta o'tirmay, ish faoliyatimni boshqa joyda yurgizay, mani sexlarimni ishi to'xtadi hozir, savdolarim to'xtadi, men bilan kelishuv qilinglar desam, xo'p, apa, sizni kadastr bo'yicha nimangiz noturar bas turar deyishdi. Men aytdimki, men buni noturarga topshirganman, yoz oyida edi dedim. Unda bularda dokumentlari bo'lmayapti. Boshlamoqchi bo'lishgan ekanmi, men bilmayman shunisini. Topshirganimda rad javobi kelgan. Xudo xolasa Allohdan bo'lib kelib qoladi, noturarim dedim. Bergandingiz, ha? Noturar qilishgan. Topshirganman, 4 marta rad javob berildi. 5-marta Allohga shukr. Bo'ldi. Kimma qo'liga ortiqcha pul berib, menga qilib bering degan joyim yo'q. Davlat xizmatlaridan, adliyadan menga SMS keldi. Bori 1.240 ming, yana 400 necha ming to'lab, aytdan noturarimni olib keldim. Xursand bo'lib ularga olib kelib bersam, o'zlari aytishdiki, bu bo'lishi mumkin emas, renovatsiya paytida to'xtatilgan deyishadi. Bunaqa qonunlarda tushunmayman o'g'lim, mana noturarim Allohga shukr chiqdi dedim. Deb shunaqa desam, mayli biz tekshiruvga beramiz deyishdi. Ishonmadi. Ishonishmagandek bo'lishdi. Keyin shu bilan men bu narsalar qanday aylanib ketdi bilmayman. Abduvohidjon menga aytishdiki, bo'lmasam kirib magazin ko'ring, sizni dokumentingizni biz tekshirtirganimizcha deyishdi. Xo'p deb sabunga kirib, mana shu svetofordan sizga magazin beramiz deyishdi. Men xursand bo'ldim, ketdim, bo'ldi kelishamiz, chiqib ketaman deb. Shu bilan 2 kun o'tgandan keyin meni qo'limga suddan qog'oz keldi. Keyin bu qog'oz nima ekan deb ko'rib chiqsam, meni prokurorimiz
nima sudda ko'rsam Уже u shunaqangi paytda sudga berib bo'lishgan berishgan ekan sizga magazin beramiz magazin deb beramiz berishgan. deyishganda. Demak Keyin o'zlari sudga berib Ha, yuborishgan. bular keyin yonlariga kirdim, nimaga shu ishni qildilar, man nima ayb ish qilgandim, noturarim hech qanaqangi nima bas noqonuniy bas qonuniy man davlat xizmatlaridan oldim pul to'lov qilib desam biz berganimiz yo'q, prokuror berishdi buni. Qo'qon shahar Qo'qon prokurori. shahar prokurori berishdi buni deb tushunadi ular Xo'p, nimaga. Qo'qon shahar prokurori berdi. Ish sudga oshirilyapti. oshirildi. Mana bu kadastr, arxitekturadagi yigitlar ishda qonuniy yoki noqonuniy degan javob berishdimi sizga? Nima? Ular nima dedi? Shahrimizni mana shu arxitekturani xo'jayini Nasimxon aka sudda ham aytishdi. 100% to'g'ri dokument berilgan. Rahmat Shunaqangi. Nasimxon aka. Xo'p, yana Shunaqa deyishdilar Men ki, bitta yana- qo'shimcha qilay. qo'shing. Shaxsan hokimimizni Ma'rufjon Usmonov diyonlarida Qabulida qabullarida o'zlarini qo'llariga o'sha nimamizni berdilar. dokumentimizni berdik, Ko'rsatdilar ko'rsatdik. shahar Ular hokimiga. nima o'sha tegishli odamlarni chaqirishdi, tekshirib beringlar menga, to'g'rimi, noto'g'rimi deyishdi. Xo'p, Shaxsan hokimimiz yonlarida o'zlarini guvohliklarida ular tekshirib to'ppa-to'g'ri to'ppa-to'g'ri dedi. To'ppa-to'g'ri Shahar hokimi qonuniy Ma'rufjon deyishdi. Usmonov qabulida ekspertlar bu hujjatlar hammasini to'ppa-to'g'ri deb To'ppa-to'g'ri tasdiqladi. Xo'p, keyin nima shu bo'lyapti? bilan suddan keyin 3 marta sudga bordim. 4-marta borganimda endi qaror chiqaramiz deyishdi. Mani endi eshitsam, o'sha bular yigitlar buzib yuborishgan kuni ularga xabar kelgan ekan, prokurorimiz nima rad javobini berib o'sha berishgani bo'yicha so'rashgan ekan, noqonuniy basligini bas deb chiqarib berishlarini, mani noturarimni bekor qilib yuborishdi. Men o'tgan yilga 25-yilga to'lov qilganman, cheklari qo'limda turibdi. 26-yilga to'lov qildim, qo'limda mana cheklari turibdi. Aynan men sudyadan ham savol berib so'radimki, mani shu narsa prezidentimizni yonlariga ko'tarib borishimga vakolat bo'ladimi shu narsa? Prezidentimiz ko'rsinlar shu narsani. Men qiynalib ketdim, kimga borish shuni temasini orqasidan desam, sudya ham aytishdiki, mayli bizda ko'rib chiqilyapti mana, agar sizni qarshi nimangiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin deb ular ham aytishdi. Nimaga aynan prokuror mani sudga berishdi? Sabun emas, aynan prokuror berishdi deb men xafa bo'ldimki, shunga men birorta insonga yomonlik qilmaganman. Prokurorda qabuliga kirdingizmi shu bo'yicha? Prokuror Shu savolingizga bordim. javob olish uchun. Umidjon Nazarov nima qilishi, men kirib Umidjon Nazarov yo'q, Umidjon Nazarov qudamikiga borish, nima telefon qilishganmi, qizimi qaynog'asi bilan ko'rishib gaplashib fake dokument qilgan. Bu ayolni sudga beraman. Qanaqa qilib prokuraturaga topshirib yuboraman fake deyishdi. dokument bo'ladi agar hokimni qabulida ekspertlar hammasi qonuniy deb turganda Umidjon Nazarov nima uchun fake deb ataganiga hali oydinlik kiritamiz. Bu bitta gassindan xulosa bo'lmagan ekan. Gasim bo'lishi shart emas deyapti. Lekin Arxitektura ham kadastr ham. 2-qaror bilan bu yildan gassin xulosasi shart emas, chunki eski binolarga gassin xulosasini faqat yangi binolarga berilyapti deb aytishgan ekan. Bu shart emas edi gassin xulosa. Agar shart bo'lganda biz berar edik o'sha paytda deb shunaqa deb aytishdi. Nasimxon aka shuni deyishdi. Endi men shunga hayronmanki, nimaga aynan meni prokurorimiz hamma noturarlar chiqib kelgan shu paytgacha, nimaga aynan meni prokurorimiz sudga berganlariga o'zlari bilan men ko'rishalmadim. 3-4 marta eshiklarini tagiga bordim, prokuraturaga majlisda bo'lishgan ekan. Shu bilan prokuraturaga borib Umidjon ustidan men ham ariza qilib keldim. Nimaga shaxsiy hayotimga aralashadi? Bu ishda aralashtiradi qudalarimikiga borib. Nima? O'zingizga emas, qudalaringizga borib shuni deyishganiga. Nima uchun qudalaringizga borgan tanish bilishmi ular? Yo'q, tanish bilish bo'lishmagan, topib shunaqangi qilishib. Nimaga o'zingizga kelmaydi? Sababini bilman, tushunmayman nimagaligini. Lekin xullas men shu dokumentimni prezidentimizga ham borishini xohladim. Balkim xudo xolasa shu prezidentimizgacha yetib borar. Balki-da prezidentimiz o'zlari ham aytishgan, nimaga tadbirkorga xiyonat qilgan inson davlat siyosatiga nima xiyonat qilgan bilan bir deyishganda, men hamma nimalarni ko'rib boraman. Mana qonun ustuvor jazo muqarrar deyishgan, hammasini eshitaman. Nimaga aynan shular meni shunaqangi qilib qiynashdi bilmayman. Kechasi soat 2 da menga xabar keldi. Men
shu 10 minut oldin shatdan chiqib ketdim kechasi 2da buzib yuborib man kelib iltimos qildim, mani shu yerdagi bir O'ktamjon degan yigit to'xtasin deb g'arillatyapti. To'xtasin desam hattoki mani urgani keldi. Shu yerda yigit. Kim urgani keldi? O'sha O'ktamjon buzuvchi bola. Uraman deb anaqa qilyapti-da, to'xtat deb jon holatda to'xtatinglar, nimaga buzyapsizlar? Bosib qoladi do'konimni desam ham gapimga umuman quloq solishmadi. O'sha urgani kelayotganda haqorat bilan yo bir vahshat bilan keldimi? Ha, yonimga keladi yigitlar 3-4. Qanday holatda keldi? Tasvirlab bera olasizmi? Vajohat bilan kelyapti-da. Hamma narsaga vajohatini. Hamma narsaga tayyordek kelyapti-da. Go'yoki bir men judayam bu shu darajada aybdordek his qilyapti-da meni. Shunaqa baqirishdi, "Buz, men qamalsam qamalib ketaman. Buz, men buzaman" Men deyaptilar. buzaman deb Yo'q, hali sizni rozi qilmasdan turib, qonuniy bunaqa deyishga hech kimning haqqi yo'qligini nahot bu "Buz, men qamalib ketaman" deb shunaqa deyishdi. zo'ravonlik Qamalsam qilayotgan, bosqinchilik qilayotgan shaxslar bilmasa, shaxs daxlsizligi, bu territoriya, bu bitta fuqaroniki bo'lsa, hali siz uni rozi qilmagan bo'lsangiz qonunan, ichida tovarlarimiz bor. Ayniqsa keyingi xonada katta idish tovoqlar bor. Tovoqlarim prokat qilinadigan Ehtiyot idish tovoqlar misol. Xo'p, hokimni qabuliga, Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonovning qabuliga qachon kirdinglar? Shu 4 oydan 3-4 oydan beri aniq chislolari esimda yo'q. Payshanba kuni qabul bo'ladi. Yo'q, 3 To'rt oydan marta keldim. oldinmi, 4 oydan oldinmi? Yo'q, 3 oy bo'lyapti. 2 oy oldin. 2 oy oldin. 2 oy oldin kirgansizlar. Sudga O'shandagi berilgan suhbat paytda nima boshlandi. bo'lgan? Judayam yaxshi kutib oldilar. Sabunchilar ham kirganmi? Yo'q, undan chaqirdilar, kelmadi. Viloyat hokimining yonlarida o'tiribmiz biz. Borolmaymiz debdi. Kechasi soat 9da Ma'rifat Zamichi aytdilarki, chaqir, nimaga shaxsiy hayotga aralashtirib qudasinikiga boradi. Chaqir, menga yozib bering familiya ismini hammasini dedilar. Hokim bilgan. Zamich. Hokim bilgan. Men shunaqasidan bordimda. Chaqir deydi, menga yozib bering dedilar. Shunda o'sha Sulaymonov Azizxon nima shaxsan shahdi o'zlari ham menga qarshilar. Yo'q, hokim nima dedi? Hokim chaqirtirib Sulaymonov Aziz kim? nima zam hokimi. Kim zam hokimi? Ma'rifat Zamichda. yo'q, qurilish bo'yicha zam hokim. Ha, qurilish bo'yicha zam hokimi, men aniq bilmayman. Nima hokim diyorlariga o'sha kelishuv bo'lgandan keyin joyini ber, kvadrat ber deb aytishgandan keyin Umidjon Nazarov bilan ko'rishtirib, unaqa vaziyat bo'lmadi. Undan keyin yana keyin chiqib ketgandan keyin ishingni qilgin deyishgan. Hech qachon viloyat hokimi bu gapni gapirishmaydi. Men 100% bilamanki, apa prezidentimiz ham har doim tadbirkorlarni ham aholini yaxshi Xayrli bozor xarakterini bilaman, yumshoq inson, adolatli inson. Shuni aytdimki, hech qachon kamtar oilani gapirmaydi. Faqat bular yomon tomonini bas, xo'p bo'pti. Yomon tomonini bas. Hurmatli Xayrli Hayitbach, bu quruvchilarni bir chaqirib o'zingiz ta'lim tarbiyaviy bir dars berib qo'yasizmi? Aytganmisiz bu gapni, aytmaganmisiz? Men uchun qorong'i, lekin mana Yayroxon shu gaplar aytildi quruvchilar tomonidan deyishyapti. O'shanga bir o'zingiz oydinlik kiritib qo'yasiz degan umiddaman. To'g'risi men bu gapga ishonmayman, chunki ketiga tepib chiqarib yubor deyish, bu menimcha rahbarga xos bo'lmagan so'zlar. Bu bir zo'ravon, zulmkor, bosqinchi bir insonni so'zi deb bilaman. Terrorizmi o'sha ismi ham kelib turibdi. Xo'p, hozir endi mana piramidaga o'xshab turibdi joyingiz. Necha kundan beri mana shu joydan ketmay turibsizlar? Shu sudning qarori bekor qildik-ku mana. O'sha kuni kechqurun 2da shuvishdi qilishdi. Sudya ham bilib turibdi, shu ishlar sal Nigora opa qarang. lekin menimcha bosim borligi sababli sudya ham majbur bo'lgan. Nigora opa qarang. Xo'p, bizning noturarimiz отказ bo'libdi. Ular отказ qilishga muvaffaq bo'libdilar. Ha, turarga o'tsa, bu yashash joy hisoblansa, odamning yashash joyini, mulklari bilan shunaqa buzish sizni kerakmi? mulkingiz, turar, noturar, bu sizni shaxsiy ogohlantirmasdan suddan bo'ldi. Noturardan turarga o'tdi. Bu bizni endi bizga nima bo'ldi, yo'limiz ochildi deb o'sha kunduzda kechasi soat 2da poylab turib, nima uchun aynan kechqurun 2da? keyin Keyin qanaqa mashinalar yuribdi dedingiz? Sizlarni tekshirib? 206 oq Gentra yurdi. Mana opa
o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Men ichkaridan qulflab yotgan edim. Zo'rg'a Mana olib chiqib kelib oldim o'zlari ayolni. tekshirib olishlari Даже ichkarida yotganingizda buzish boshlandi. Chunki buzildi. boshlangan Bu ekan. yerda to'xtatdik, ana endi baqir-chaqir bo'ladi-yu, shunaqa qilib to'xtatdik. Keyin bo'ldi, ketmaymiz, ichkarida o'tiramiz dedim. Xabar keldi, Yo'q, yana buzilyapti. ichkarida o'tiramiz dedim. Ayam borsan telefoningni zaryadga qo'yib kelgin, bir nima yeb kelgin deyishdi, keyin o'ralmashamiz dedilar. Men ayam ichkarida qoldilar, keyin menga srazi telefon bo'ldida, ayingizni olib chiqib keting, buzadi hozir deyishdi. Bo'ldi. Hali ham insoniylikni unutmagan ayrim shu rahbarlarimiz bor ekan. Birinchi o'rinda Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon A'zamov, shuningdek bu ishni ko'rgan sudyaga ham rahmat aytaman. Shuningdek mana advokat ukamiz ham o'zlarini pozitsiyalarini bildirdilar bu yerda noqonuniy ish ketayotganligini, ya'ni quruvchilar tomonidan. Shuningdek arxitekturani rahbari va boring ana Xayrul Hayitbayevda ayni bo'layotgan vaziyatdan xabari yo'q, lekin mana kechadan beri internetda shu mavzu chiqqandan beri balki Xayrul Hayitbayevda xabarlari bordir. Men soat 5 dan уже viloyat rahbarlariga telefon qildim, viloyat matbuot kotibi bilan gaplashdim, Maqsudjon bilan. Selektor yig'ilish ekan, viloyat hokimini shu selektor yig'ilishi. Afsus, selektor yig'ilishi ham где-то 9:30-10 ga yaqin tugadi va viloyat hokimini birinchi o'rinbosari o'sha turizm bo'yicha rahbari Xurshidjon Ahmedovga chiqib bo'layotgan voqeani tushuntirdim. Bo'lishi mumkin emas. Hujjatni, u ham Xurshidjon ham hujjatga yopishyaptilar. Xurshidjon hujjatlar hammasi joyida, chunki bu shu ayolda shaxsiy mulki, turarmi, noturarmi, hech kim boshiga bu ishlar tushmasin. Va Xurshidjonga vaziyatni tushuntirdim. Xurshidjon bu ayol bilan gaplashdi. Siz bilan gaplashdimi? Tanimadilar. Endi tushunamiz, uni ham boshida tashvishi ko'p, ishi ko'p. Har kim ham eslab qolish qobiliyatiga ega emas. Mana shunaqa shu ayrim shu adolatli rahbarlarimiz, adolatli insonlarimiz bor ekan. Yer yuzida zulm, bosqinchilik juda erta boshlanmaydi, xudo xolasa. Va mana shu tadbirkor ayolni qo'llab-quvvatlashga respublikamizda va chet eldagi vatandoshlarimizni shu jalb qilib qolaman. Albatta, qo'llab-quvvatlanglar. Bu yerda yolg'iz ayol, 3 nafar farzandi bor. Shu o'zi tadbirkorlik qilib 31 xotin-qizlarimizni ish bilan ta'minlagani ham tahsinga loyiq. Hurmatli xotin-qizlar rahbari Zulayho Mahkamova, sizga kechadan beri SMS yozyapman, post qo'yyapman, tekst qilyapman, lekin na matbuot kotibingiz bir reaksiya beryapti Saodat, na o'zingiz bir Nigora shunaqa Kamila Kavlanova telefon qilyapman, olmayapti, SMS yozyapman, javob bermayapti. Bilmadim, juda ham tashvishlari ko'p shekilli. Agar shu yerda kimdir o'ziga benzin qo'yib yoki yoqib yuborsa, o'shandagina kitlarni ko'tarsa kerak. Afsuski bizda shunaqa-yu, qachondir fojia bo'lsa, keyin hamma yugur-yugurga tushib qoladi. Atak fojia bo'lmaguncha hech kim ketini ko'tarmaydi. Iloyim fojia bo'lmasin. Yayroqxon opa, shu qonuniy o'zingizni haqqingiz bo'lgan haqdorligingizni oling. Ishingizni yurgizdiring, bu joyda emas, boshqa joyda amalga oshiring. Hurmatli Sabumni o'sha rahbarimi, o'sha mas'ulimi, bu kishini qaynotasigacha chiqayotgan, o'sha qaynog'asigacha chiqayotgan shaxsga va o'sha buzg'unchilik qilayotgan shaxslarga murojaatim, ayolni haqqini beringlar, ishlaringni rozi-rizochilik bilan davom ettiringlar. Meni qarshiligim yo'q. Lekin bu ayolga yetkazgan ma'naviy zararlaring uchun ham agar qonun o'lmagan bo'lsa O'zbekistonda, buni ham to'lashlaring kerak. Buni ham to'lashlaring kerak. Aslida bitta pul emas, turar joy yoki noturar joy uchun berilayotgan pul emas, ma'naviy zararni ham qoplab berishingiz kerak. Agar insoniylik tuyg'ulari ozgina bo'lsa ham, obyektlaringda uchquni qolgan bo'lsa, ayol bilan tengma-teng bo'lib, mana bunaqa pastkashlik qilib, ayol pastda turibdi, kimdir tepadan buzyapti, tosh tegib, fojia bo'lish arafasida turibdi. Shu darajada Qo'qon shahrida insoniylikni unutgan insonlar borligiga, vahshiylar borligiga hayron qolyapman. Yoki mayli, buzish ishlari nima uchun tungi soat 2 da bo'lyapti? Hamma yo'g'ini changitdi. Qayerda, qaysi qonunda yozilgan? Tungi soat 2 da
yashab turgan insonlarni tinchligini buzgan holda, ekologiyaga ta'sir ko'rsatgan, zararini ta'sir o'tkazgan holda changitib buzilsin degan qaysi qonunda, O'zbekiston qaysi qonunlarda yozilgan? Qo'qon shahrida ekologiya ishlaydimi? Umuman olganda Farg'ona viloyatida ishlaydimi? Menimcha ishlamaydi. Chunki faqat ekologiya O'zbekiston Respublikasining faqat bitta joyida ishlaydi. U ham bo'lsa Toshkent shahrida Saida Mirziyoyeva boshchiligida ekologiya ishlaydi. Atak Qo'qonda, Farg'ona viloyatida ekologiyaning ishlarini men ijobiy ishlarini ko'rmayapman. Men mana kecha post qo'ygan bo'lsam, ekologiya qo'mitasi tomonidan bir reaksiya bo'larmikan dedim, lekin ekologlar ham jim. Sabab nimada? Qo'rqyapsizlar? Qo'rquv bormi kimlardadir? Kimdan qo'rqyapsizlar? Prokuraturadanmi? Ichki ishlardanmi? Yo ko'chavoylardanmi? Hozirgi bo'layotgan ishlar zamonaviy ko'chavoylar deb atasam ham bo'ladi. Chunki hali mulkni egasiga pulini oldi berdi qilmasdan turib, o'z boshimchalik bilan qonunga tupurib qo'ygan holda uyni buzishyapti. Inson hayotini xavfga solib, ekologiyaga zararli ta'sirini o'tkazgan holda. Kimdir javobgarlikka tortadimi bularni? Bormi bizda shunaqa javobgarlikka tortadigan mas'ullar? Yo tanish bilishchilik viloyat hokimining yonida yoki prokuror bilan anaqa shu prokuror orqali ishini bitiradigan shunaqa anaqalarimiz ko'payib ketganmi? To'g'risi bilmay qoldim. Qo'qon shahridagi ayniqsa islom musulmonchilik rivojlangan joyda bo'layotgan ishlarda mana oqibatini o'zingiz ko'rib turibsiz. O'zlaring xulosa chiqarasizlar va doimo aytib kelingan prezidentimiz tomonidan ham rozi rizochilik. Bu ayolni rozi qilasiz, keyin buzasiz. Buzayotganda ham mana hozir ko'ryapman, na bir qurilish qonunlariga umuman amal qilinmaganligini ko'ryapman. Hamma yoq chang, turpoq, suv purkagichlar yo'q. Kerakli anaqalar bilan qoplanmagan, lekin changitish bo'yicha chempion bo'lyapti. Keyin Nigora opa yana bitta Ichida narsalaring ham bor hozir. yakunlarim turibdi hammasi. Oching, san havo yetishmayapti. Ha, gapiring. Nigora opa, shundayki, mana hozir mana shuni video qilib shu Abduvohid tumani haqorat qilib so'kinganlarini mana hozir shu video qilinmaganda xuddi mana shu nimani Xayrullo bozori ko'tiga tepib ochib qo'ydiganlarini ham xuddi shu so'kingandaqa tan olmas edi hozir. So'kinding-ku desam, agar videoga olmagan. Chunki qizingiz yaxshi hushyorlik qilib videoga olgan. Ular umuman tan olishmayapti. Keyin qarang, siz yolg'onchi qilishyapti. Ha, uni endi biz nima psixologiyamizda bor-da bu, mentalitetimizda bor. Hali aytsa ham aytmadim deb turadigan bir mutaxamligimiz bor bizda. Qarang, mana shu buzish ishlari boshlanganda 102 ga necha marta telefon qildingiz? Har kuni qildim. Xo'p, natija bo'ldimi? Yo'q. Bir kelishdi, bir kelishmadi. Tushunmayman. Ariza olib qolgandan keyin shug'ullanish kerak. Umuman ishda nazoratga olmagan. Mana kecha oxiri men o'zim telefonimdan soat 2:30 da 102 ga onlayn ariza topshirdik. Yigitlar aloqaga chiqadi. Aloqaga chiqdimi kimdir? O'tgan kuni o'sha bir Yo'q, kecha men o'sha ariza tashlaganman. Hech kim chiqmagan aloqaga. Shahar bedarvoza. Qo'qon shahri o'ziga bir Amerika yaratib olgan ayrim fuqarolar tomonidan. Mana ichki ishlar ham men ishonch bildirgan ichki ishlar faollarimiz ham biroz o'zlarining ishlariga adolatli qaramabdilar. Hurmatli respublikamizning o'sha vazirlari, yurt otasi hurmatli prezidentimiz ushbu holatga e'tibor berasizligini umid qilaman. Qo'qonga prezident kelarmish va shuni natijasida mana bu joy berkitilarmish va o'zlarini xohlagan ishlarini qilarmish degan gap so'zlar ham yuribdi. Menimcha bu joydan prezidentimiz o'tmaydi. Chunki bu joy hali bir chiroy ochib, bir chiroyli bo'ladigan darajasida ko'rganim yo'q. Prezidentga ko'rsatiladigan juda chiroyli joylarimiz bor. O'sha yerga borsa kerak prezidentimiz. Hurmatli prezident, Qo'qon shahriga kelganingizda ham mana shu zabor to'sib, o'sha mavjud muammoni yashirgan
joylarda iloji bo'lsa Orqasini ham orqasiga ham bitta kelib ko'ringda, xalq bilan muloqot qiling. qilganlarni ham ko'ring. Da, xalqni o'zini fikri bilan ham tanishing, faqat chiroyli joylarni ko'rib, yaxshi xabarlarni eshitib Renovatsiyaga ketmasdan. qarshiligimiz yo'q. Mana shu rozi qilinmagan aholini ham, qaqshayotgan xotin-qizlarimiz bilan ham suhbatlashing. O'sha devorni xunuk ko'ringan joyida. Hurmatli prezident, mana gap so'zimdan xafa bo'lmaysiz va ayrim mas'ullar shu holatga bir e'tibor berasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Imkon qadar qo'llab-quvvatlanglar shu ayolni. Shu ayol ham o'zini maqsadiga yetsin, tadbirkorligini davom ettirsin va ko'plab insonlarimizni amaliy ish bilan ta'minlashda olg'a ketishiga tilakdoshman. Rahmat, sog' bo'linglar. Hali yuring. Ko'rishim bo'yicha hali xonadon yashayotganga o'xshayapti yana bu joyda.